Aleyküm. Ben ismim Sayara. Burada da okuyorum. Sen kursuz? İkinci kurs. Sayaraxon, kitoblarga qiziqasizmi? Ava. Oxirgi o'qigan kitobingiz qanday kitob bo'ldi shu yaqin davr ichida? Ufuk trilogiyasi bo'lgan. Qanday? Ufuk. Trilogiyasi. Ushbu kitobda aynan nimalar yozib berilgan? Qanday ma'lumotlar haqida qiziqarlilar oldingiz? Urush davrindagi voqealar yoritib berilgan. Ko'pincha shu urushdan keyingi bo'lgan davrlar, insonlarning urushdan oldin ham qiyinchilik ko'rganlari haqida yoritib berilganda bo'lgan. Kitob o'qish inson uchun qanday foydali taraflari bor? Shular haqida qisqacha aytib bera olasizmi? Kitob o'qish insonning aqliy salohiyatini oshiradi, ravon gaplashishga ko'proq yordam beradi. Shaxsiy rivojlanish yoki shunga o'xshash shunga doir kitoblar o'qib turasizmi? Yo'q, hozir hali o'qimayapman lekin. Xo'p, inson ma'lumot olish uchun elektron kitob yoki audio kitob yoki bo'lmasam haqiqiy kitoblardan foydalanish zarurmi? Qaysilari ma'qul deb bilasiz? Agar tez vaqt ichida bo'lsa, audio kitoblar yaxshi. Любой время topiladi. Ma'lumot. Agar ko'proq esda qolish bo'lsa, men o'zimga shu chiqarilgan kitoblar yaxshi esimda qoladi. Haqiqiy kitoblar. Talaba yoshlarga qanday janrda kitoblar o'qishni tavsiya qilgan bo'ladi deysiz, sizdan taklif bo'lsa? Adabiy kitoblarni o'qishni, shu nutqni ravonlashtiradigan kitoblar, insonni o'sishga yordam beradigan kitoblar ham hozir kerak. Nechun desa, ko'pchilik foydalanib turibdi. Psixologiyasına ta'sir etadigan kitoblar ko'pincha inson o'quvchilarga, studentlarga yordam beradi. Kitob o'qish inson ruhiyatiga yaxshi ta'sir qiladimi? Nima deb o'ylaysiz? Dam oladimi? Undan nima oziqa oladi masalan kitobdan? Kitobni turiga qarab. Agar shu odamga energiya beradigan, o'zini qiziqtiradigan, qiziqli kitob bo'lsa, energiya oladi odam, foydali ma'lumot oladi, har xil informatsiyalar oladi. Uni emotsiyasini ham ko'proq ta'sir etadi. Agar psixologik kitoblar bo'lsa, uni dunyo qarashini ham ko'proq ta'sir etadi deb o'ylayman. Ajoyib. Yaqin orada o'qishni niyat qilgan biron bir kitobingiz bormi masalan? Mening kitoblarim ko'p. Ko'pmang. O'zimdan bor, hali o'qib ulgura olmay yuribman o'qishdan. Fanga doir kitoblarim, uning kitoblarim ko'pdir. Birsini nima ikkisini aytib o'tsangiz arasidan. Adı hozir adabiy kitob bor edi. Adı esimda yo'q, sal keyinroq edi u. Yapon madaniyatine taalluqli kitob edi.